Xo'sh, kollektor tizimimizni yig'ib oldik. Steyakka qaytadan uladik, chunki bu yerga bizlarga 15 lik turba o'chirilgan ekan, 15 lik turba qo'yilgan ekan. Agar hamma sistemaga birdan suv ochiladigan bo'lsa, bizga davleniya yetmaydi. O'shaning uchun bu yerga bizlar 25 lik qilib qo'ydik peksimizni kranimiz bilan. Bizda shu yerda qo'ydik. Hozir bu yerga ulab ketamiz, xudo xolasa. Ulaganimizdan keyin to'g'ri poldan keladi. Bizlarning shlanglarimiz, turbalarimiz, pekslarimiz, to'g'ri. Hammasi po polda yuradigan bo'ldi. Shuni rishat qildik. Shu hech qayerda shtrabit bo'lmasligi uchun, lishni bir havoz chiqmasligi uchun shu polda orqali o'tkazamiz. Xo'sh, bizning kollektorimizga hozir 9 ta sovuq, 5 ta issiq suv bo'ldi. Bizga aslida 8 ta kerak. 9-sini просто пожарный deb qo'ydik, chunki ikkitaligi topilmadi. Kollektorimizda ikkitaligi topilmadi. Kollektorimiz har doimgidek yig'ildi. Faqatgina bizda mana shu bitta o'zgaradigan narsa shu tugida o'zgardi bu yerda. Keyingi nimamiz, xo'sh, kollektordan keyin bizda faqat peks ulardik. Hozir bu yerda abjurnoy turba orqali tortdik. Abjurnoy turbamiz bilan tortdik. Polimiz bilan 12 sm qo'yiladi. Biz mana shu razmetkagacha oldik. Shu yergacha razmetga oldik. Xo'sh, turbani bukilishlari 90 gradus bo'lib qolmasligi uchun salginigina 13 sm ga qo'ydik buni. Xo'sh, polni qo'ygan taqdirda ham kafelimiz shu o'rtalarga to'g'ri kelib qoladi. Rezbovое соединение bo'lgani uchun har qanday vaziyat bo'lishi mumkin, suv ketishi mumkin yoki boshqa narsa bo'lishi mumkin. O'shanday vaziyatlarda shu texnik xizmat ko'rsatish uchun shu teparoq qoldirdikki, polimizni quygan vaqtida xo'sh, bizga nima deydi, imkoniyat bo'lishi kerakki, shuni yechib texnik xizmat ko'rsatish возможностimiz bo'lishi kerak. O'shaning sababiga buni shu so'z qoldirdik. Mana shu yergacha bo'ladi. Zalitamiz. Kanalizatsiyalarimizni mana shu orqali tortib oldik. Kanalizatsiyalarimiz hammasi tortilgan. Bu planlar 1 sm dan 0,5 sm gacha berilgan pol orqali. Bu yoqqa o'rniga chiqib ketamiz.